Assalomu alaykum, hurmatli jamiyat tizimining foydalanuvchilari. Bugun ilgari yopilgan kasallik varaqasini qanday davom ettirish mavzusini ko'rib chiqamiz. Agar bemorni davolashni davom ettirish zarur bo'lsa, masalan, statsionarda davolanishdan so'ng shifokor bemorning ilgari yopilgan kasallik varaqasini uzaytirishi mumkin. Ilgari yopilgan kasallik varaqasini uzaytirish uchun bemorning tibbiy kartasida allaqachon yopiq kasallik varaqasi bo'lishi kerak. Ilgari yopilgan kasallik varaqasini uzaytirish uchun bemorning tibbiy kartasini oching. Hujjatlar yorlig'iga o'ting. Hujjat yaratish tugmasini bosing. Kasallik varaqasining kerakli turini tanlang va hujjat yaratish tugmasini bosing. E'tibor bering, kasallik varaqasini murojaat epizodi va bemorning kasallik tarixida yaratish imkoniyati mavjud, plus hujjat tugmasi yordamida. Ilgari yopilgan kasallik varaqasini uzaytirish uchun kasallikning davomini o'rnatishingiz kerak. Eslatib o'tamiz, bu imkoniyat faqat bemorning tibbiy kartasida ilgari yopilgan kasallik varaqasi mavjud bo'lsagina mavjud. Kasallikning davomiga o'tishni o'rnatganingizdan so'ng bemorning oxirgi yopiq kasallik varaqasi haqidagi ma'lumotlar avtomatik ravishda tortib olinadi. Seriya va oldingi raqam, kasallik varaqasi, amal qilish muddati, shifokor va mehnatga layoqatsizlik sababi. Bunday holda yangi kasallik varaqasiga oxirgi yopiq kasallik varaqasi bilan bir xil seriya va raqam beriladi. Keyin qolgan barcha maydonlarni to'ldirishingiz va hujjat yaratishingiz kerak. Shundan so'ng kasallik varaqalari sahifasi ochiladi. Unda barcha ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Shuningdek, agar kerak bo'lsa, muddatni uzaytirish tugmasi yordamida muddatni uzaytirish, tahrirlash tugmasi yordamida kasallik varaqasini tahrirlash, bekor qilish tugmasi yordamida kasallik varaqasini bekor qilish va kasallik varaqasini yopish tugmasi yordamida yopish mumkin. Tabriklaymiz! Ilgari yopilgan kasallik varaqasini uzaytirish mavzusi bilan muvaffaqiyatli tanishib chiqdingiz. E'tiboringiz uchun rahmat!